Agarda siz o'zingizni omadsizman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, juda qattiq adashasiz. Hozir men sizga xitoylik Shao Lilining taqdirini aytib beraman va bunga o'zingiz baho berasiz. Bu odamning ismi Shao Lili. 30 yil davomida Amerikaga viza olish uchun murojaat qilgan. Shu darajada ko'p uringanidan elchixonadagi hamma uni taniydigan bo'lib qolgan, lekin har doim rad javobini olgan. U Kanadaga immigratsiya qilish uchun 15 marta ariza topshirgan, ammo barcha arizalari rad etilgan. Xitoy dengiz flotiga qo'shilish uchun ariza bergan, lekin uni qabul qilishmagan. U 124 kishi bilan birga bir dasturiy ta'minot kompaniyasiga ishga kirish uchun murojaat qilgan. 122 kishi qabul qilingan, lekin u 2 rad etilgan kishidan biri bo'lgan. U Xitoy politsiyasiga qo'shilish uchun 20 nomzod orasida hujjat topshirgan, ammo faqatgina uni qabul qilishmagan. U umidsizga tushmadi va kurashdi. Shuning uchun elektron tijoratga kirib, Amazon kabi veb-sayt yaratmoqchi bo'ldi. Lekin kapital yo'q edi. Shuning uchun xotinining tilla taqinchoqlarini sotdi va bankdan kredit oldi. Ko'p yillar mehnat qilgandan keyin sayti muvaffaqiyat qozondi, biroq oxir-oqibat muvaffaqiyatsizlikka uchradi va u hozir qamoqda. Bang.